Pechlarni tanishtirib o'tamiz. Tepadan tushadigan bo'lsak, Magna firmamiz 45 litrli Turkiya texnologiya 300 gradusli bo'ladi. Mощностьlari ham 1500 mощность. Bularni hozir chegirmasi narxi bilan 839 ming so'mdan qilib beryapmiz. Materiallari, stiklovatalari 2 qavat bo'ladi. Bu Artel'imizniki 36 litrli, ozgina kichikroq model. Ularning narxi hozir 689 ming so'mdan. Ichlari ham keramический bo'ladi. O'shaning mumkin. Bular 270 gradusli, 1400 оборотli bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa kasbada mana bu Magna 45 litrli bu model, hozir tepadagi bilan bir xil, 839 ming so'mdan bu ichki ko'rinishi. Bularda keyin yana bitta qo'shimcha narsasi, ichida ventilyatori bo'ladi. Bu ichidagi havoni sirkulyatsiya qilib beradi, aylantirib beradi. Arzonroq model so'raganlarga Udul firmaniki 36 litrli, narxi 550 ming so'm. Hozir chegirmada bu ichki qismi bitta yumaloq, bitta to'rtburchak listi bo'ladi. Endi ro'zg'orga sal yaxshiroqlari deb so'raganlar uchun Premier firma 679 ming so'm hozir chegirmada Turkiya texnologiya bo'ladi. Graduslari 300 gradusli, ko'rishingiz mumkin. Mощность ham 1500 mощность bo'ladi. Bu degani tezroq pishiradi. Keyin materiallari ham 2 qavat bo'ladi. Anchagina qalin. Bu ichki qismi. Xohlasanlarning bitta listi yumaloqligi variantlari ham bor. Bu turishi ikkita to'rtburchak list bo'ladi. Bu esa Volmer firmaniki litri 45 litr, narxi hozir chegirmada 749 ming so'm. Bunda ham xuddi shunaqa bitta yumaloq to'rtburchak listi bor, ham qo'shimcha ichida setkasi bo'ladi. Bunisi Premier firmaniki bitta yumaloq listi modeli. Bu ham 679 ming so'm, xuddi o'sha aytganimdek Turkiya texnologiya. Bunisi esa Ideal firma, bu ham Turkiya texnologiya bo'ladi. Buni ham narxi 749 ming so'm. Bunda qo'shimcha narsasi grill bor. Grill shixlari bor. Bemalol grill qo'yib pishirsalar ham bo'laveradi. Bu litri 50 litr. Narxlari hozirgi kunda chegirmada ancha arzon.